To'xtab qoldingizmi? Albatta yana to'xtaydi u. Chunki inson qachonki rivojlanayotgan insonlar orasida bo'lsagina rivojlanib ketasiz. Endi o'ylang-da, siz hozir rivojlanmaslikda rivojlanish uchun shunchaki puldan yoki bo'lmasam oiladan-da, oilangizni pul bilan munosabat haligi o'qishga yoki unga bunga-da berasiz, faqat shu orqali o'zgarish qilasiz. O'zgarishlarni hozir juda katta qilish kerak. Ham ong darajasida, ham ko'rdingiz, meditatsiyalarda qildirganimizda olam darajasida rivojlanish kerak bo'lgan payt bo'ldi. Oldin faqat ovqat yeyish uchun ovqatimiz yetsa bo'ldi, maktabga bolalarimiz borib o'qisa bo'ldi edi. Hozir endi nima? Bolalarimiz zo'r joyda o'qishini xohlaymiz. Biz ham uyda o'tirgimiz emas, balki sayohatlarga chiqqimiz keladi. Hamma, ya'ni bu dunyoni, bu olamni yaratuvchi bizga yaratib beribdi. Biz bularni qila oladigan darajada bo'lganimiz uchun hozir har biringiz shu yerdasiz.